Bugun juda ham meni ustozlarim xursand qildilar. Chunki xursand bo'lganim hammalari yangalarimni olib chiqibdilar ziyoratga. Shuning uchun juda xursand bo'ldim. Chunki yoshlar bo'limidan kattalar bo'limiga o'tgan paytim hamma ustozlarga aytardim, tadbirga kelsangiz, taklifnomani 2 tadan beraman men. Sizni yoningizda yangam ham kelib shu yaxshi tadbirlarda dam olib, ma'naviy hordiq chiqarsa, menga savob yana ham ko'proq yog'iladi deb savobni bo'lishamiz ikkalamiz deb aytardim ustozlarga. Shuning uchun men mana shu ziyoratga bizni safimizga qo'shilgan yangalarimizga ham hammalariga xush kelibsizlar safimizga deymiz. Menimcha zerikmay ketyapsizlar, juda chiroyli kayfiyatlarda hammalaringiz shu ustozlarimizning yonida turib, mana shu chiroyli ishlarni amalga oshirishda, ayniqsa ilm ahlining, ziyoli ahlining yonida bir komila, soliha ayol bo'lsa, ana shu ilm ahlining ziyosi ham, nuri ham butun bo'ladi. Sizlar ana shu butunlikka hissa qo'shayotgan nima deydi, soliha ayollaridan, millatning qalbi uyg'oq, ma'rifatli, ziyoli onalaridan hisoblanasizlar. Ana shu ma'rifat yo'lida bizga o'xshagan, Baxtiyorjonga o'xshagan ustozlarni poyida yelib yugurib, etagini tutib, duosini olay deb yurgan nimalarni ustozlarimiz qatorida bugun sizlar ham duo qilsalaringiz, sizlarni ham chiroyli duolaringiz bilan yana ham biz o'samiz. Qalbimiz ham, ilmimiz ham o'sadi. Hozir Narzulla aka ustoz juda bir chiroyli, qalbimizni yana bir o'ylantiradigan, doim og'riqli joyini, qalbimizni og'riqli joyiga tegib o'tsak, ana shu og'riqli joyi yaralari sekin-sekin bitib boraveradi. Chunki shunga qarab biz harakat qildikmi, Allohim shunga yetkazadi. Ustozlarga bag'ishlab she'r o'qimoqchiman. Hammalaringizga ustozlarim, sizlarga bag'ishlayman. Narzulla aka ustozimiz birinchi kursda paytimiz demokratik jamiyat qurishdan bizga jurnalistika fakultetida darsga kirganlar. Shu ustozni oldida o'sha Ogoh sen deb nomlangan kitoblari chiqqan paytda hammamizga sovg'a qilgan nimalariga, shogirdlariga. O'sha kitoblari hammamizni, kursdoshlarimizni kitob javonimizda bor shu kitoblari. Ustoz umringiz uzoq bo'lsin. Universitetda dars bergan ustozlarimdan Jamila opam, siz mana yonimizda ketyapsizlar. Menga bundan ortiq baxt bormi hozir? Hamma ustozini ko'rishga oshiqqan paytda mening 2 ta ta'lim bergan ustozim yonimda ketyapti va o'zingiz aytganday hayot yo'llarida menga ustozlik qilgan, ish faoliyatida, ijod yo'lida doim yonimda yurib ustozlik qilgan hamma mana shu avtobusdagi ijodkorlarni, ziyolilarni hammalari ustozlarim. Hammalaridan o'g'it olganman, hammalaridan maslahat olganman. Yaxshi yo'lga boshlashgan, menimcha to'g'ri yo'lda ketyapman deb o'ylayman shu ustozlarim maslahati bilan. Mehringizning bulog'idan yuksalmagan millat yo'q. Mehnatingiz orqasida ta'ma yoki minnat yo'q. Bidor o'tgan tuningizga jon ichra jon baxshida, har bu dunyoning hikmatida harfingizcha himmat yo'q. Bir harf birla qulf ochgaysiz, dilni bog'lab dillarga, bu dunyoning hayratida harfingizcha hikmat yo'q. So'z mulkida yassaviydur, Navoiydur Shayx Sa'di, alarki sizga bosh ekkan qay satrida hikmat yo'q. Qarshingizda ta'zimdamiz, oftob jahon ustozlar, yer yuzida siz qurgandek sohib Qur'on davlat yo'q. Ustozlar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammalaringizda shu yonlaringizda yangalarim bilan uzoq umr ko'rib, mana shu elimizning, yurtimizning, millatimizning ma'rifat bog'ini yana ham gullab yashnashida birgalikda hissa qo'shib, rohat farog'atini ham lekin birga ko'ringizlar, iloyim.